Yuqori so'zlab o'tdi, Qo'yabonni signal tarqatib ko'tarib chiqib bu dedi va shuningga munosabatli yana bir signal. Buni da qatqanan o'tanmay. Shu Qo'yabon to'g'risidagi ikki xabarning birisiga yozilgan inkas bundaq. Bu inkas yuqori darajali saviyada yozilgan inkasga evvel buni da qatqanan. O'lvanbaq. Hozir Qo'yabon degan ismni atashni voz kechib O'lvanbaq deydi. O'lvanbaq deganda parakanda qilg'uchi degan. O'lvanbaq Şinjan, Shizangda har xil to'polonda o'lgan kishilarga mas'ul bo'lish kerak. Yaqindan beri aloqador taraflar qora yuzlikni o'rganishga, yangi imtiyoz tiklashga yoki bir go'mashtiga va yoki bir bayroq tiklashga ehtiyojli bo'lib qoldi. Anglan vatandaş. Yaqindan beri aloqador taraflar Jungo qartvatizmi? Qora yuzlikni o'rganishga, yangi imtiyoz tiklashga yoki bir go'mashtiga va yoki bir bayroq tiklashga ehtiyojli bo'lib qoldi. Doirlar Jungo doirlari hozir Jungoning ichida go'mashti tiklashga emas, Jungoning sirtidami go'mashti tiklashga ehtiyojli bo'lib qoldi. Bo'libmi Uyg'urlarning arzi. Qora mushuk, oq mushuk suni layitib biliq tutalsa yaxshi mushuk bo'lib qoldi. Qora mushuk, oq mushuk suni layitib biliq tutalsa yaxshi mushuk bo'lib qoldi. Ondaqda oq mushuk, qora mushuk bo'lib biliq tutaman deb suvning ichida to'njiqib qolgan Qo'yabonni suvdan tartib chiqarishga to'g'ri keldi. Ma jumlaning vazni bek ig'irjima. Xitoy 5000 yillik tarixim bor deydi, ma jumlaning oldi Xitoyning 5000 yillik tarixi hech emas. Mana qarang. Undaqda oq mushuk, qora mushuk bo'lib biliq tutaman deb suvning ichida to'njiqib qolgan Qo'yabonni suvdan tartib chiqarishga to'g'ri keldi. Ehtimol bu jumlaning ichida Qo'yabonni Şinjan to'g'risida 6 modellik siyosat, Tibet to'g'risida 6 modellik siyosat chiqarishi munosib. Anglik signalning o'ziga kelamiz endi. Dalay Lama'ning vaziyat to'g'risida bunday hukm qilish intayin xatarli. Mavzuda xabar 11-oyning 23-kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Aralıqda 2 yil o'tganda Dalay Lama 11-oyning 20-kuni nutq so'zlab bir xabar oshkorladi. Buning ichida Dalay Lama o'tir yo'lda mengish tashabbusini ko'tarib chiqib, mening bu tashabbusim ba'zi ziyolilarni, bu yerda ko'z tutayotgan ziyoli Tibet ziyolilari emas, Xitoy ziyolilari qo'llashiga erishdi. Kompartiyaning pozitsiyasiga o'xshamaydigan pozitsiyali xanzular ko'payishga boshladi. Bu Dalay Lama'ning gapi. Sargardonlik hayotiga 60 yil to'shqan shunday bir paytda bu real bilish Dalay Lama bilan Kompartiya o'rtasida inoqlikni ishga oshirishning asosi bo'lib qoladi. Demak, Dalay Lama'ning bu signali, bu bilish Kompartiya bilan Dalay Lama'ning inoqlikni ishga oshirishning asosi bo'lib qoladi. Qandaq belgili bo'lmaydi. Lekin muqimlashtirishga urilgan bir taraf shuki, agar Dalay Lama vaziyat to'g'risida shunday hukm qiladigan bo'lsa, undaqda intayin xatarli bo'ladi. Hatto o'tir yo'l tashabbusi bilan hech ish qila olmay oxirlashadi. Nima uchun bunday deymiz? Deydi xabar yozuvchi. Ochiq aytganda, Jungoda ziyolilar qatlamida haqiqatan shunday kishilar bor. Ular millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash, Jungoda demokratiya prinsipini ilgari surishning puristi. Balki Tibet masalasi bo'lsa, Jungoni demokratik o'zgartishga hamda kafillik qiladigan kishilik huquq kapolat qilishni ilgari suradigan hamiyat turuch. Jungoning demokratiyalash Tibet masalasini hal qilishning oldingi sharti va hokazo deydigan qarashlar dalmushunda vaziyat ostida o'ttirga chiqqan edi. Lekin bu sadolar, ovozlar Jungoda asosli iqlimni egallamaydi.
Dalai Lama 11. ayının 20. günü Yaponiyada parlamento nutq so'zlaganda matbuotning diqqat markaziga tushdi. 83 yoshli Dalai Lama nutqida mundaq ko'rsatdi. Tibet va Jungo o'rtaq mavjud bo'lib, o'rtaq gullanishi bo'ladi. Sen qancha bostirsan, Tibetlarning irodasi shuncha kuchaydi. Arkadalı Jungo'nun bayanatçısı Gengshuang, Tibet Jungo'nun içki meselesi, diplomatiya meselesi emas deb ko'rsatdi. Moşundaq vaqtda Dalai Lama'nın bundaq nutq so'zlishi Tibet bilan Jungo'nun munosabatini mo'tadillashtiramdi yoki so'g'oq ustidagi shivirg'on chiqamdi. Dalai Lama'nın Tokyo'da 23. gün so'zlagan so'zi. Siz diqqat qilgan bir nuqta nima deydi Gengshuang bayonotchi? Dalai Lama'ya Tibet meselesi bu diplomatiya meselesi emas. Biz baştan ahir sizlar so'zlab kelyapmiz cho'ng davlatlar o'rtasida geopolitik siyasetlerde milletler ve milletlerinin takdiri, milletlerin çekken zulüm akıbetlerinin hemmisi çoğun devletler